Assalomu alaykum aziz obunachilar. Men Azbek Muminov kanali 2025-yilning 16-may bugun Qamashi mol bozoriga kelganmiz. Aziz obunachilar, o'z narx-navolarni tanishtirib o'taman. Ho'kiz, sigir, bunachi so'raganlar uchun bizga bitta obuna tugmasi bilan like tugmasini bosib qo'yasizlar. Bo'lmasa ham boshlaydi. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz aka? Men akamiz. Qara. O'ylayaptilar. Nech pul deyapsiz ho'kizcha? Ho'kizcha nech pul deyapsiz? Ha? Nar chiqqanmi? O'zimiz tanish ko'rib qoldik, Xonoboddan endi bitta joydan. Ko'rasizlar. Nech pul deyapsiz? Ha? Qarab ayting, nech pul? Nech pul? Men totmayman biroq. Xo'p, nech pul? Bilmayman. Ayting narxini. Odam uyaltiryapsiz. Bo'ldi, keyin aytaman. Azoblansa ko'raverasa birodiki ekan mol. Narx-navosini aytmadilar va uyalyapti ekanlar. Bar Xonobodliklar ko'ra o'ylamang. Mayli, sog' bo'ling, gaplashamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Nech pul ekan narx? 25 million so'm. 25 million so'm ekan mana. Ho'kiz. Yoshi qanday? Necha yosh? 1 yoshmi? 2 yosh ekan. Mana. Polni olib beramiz. Bozor nech pul so'rayapti aka? 22 million. 22 million so'm so'radi. Narx to'g'ri kelmadimi mana? Narx to'g'ri kelmayapti. Yoshi 2 yosh. 22 million so'm so'rabdi. Bo'layotgan narx nech puldi buni? Oxiri sotaman deganlar. 24 lab bo'lsa beraverasiz. 24 millionlab bo'lsa berib boraman deyaptilar. Men ko'raverasizlar. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nech pul ekan? Nech pul bo'lyapti? 30 million. Qani egasi? Ha, egasi bergan. Sizda aytyaptilar, vaqt egasi. Mana azoblanasiz. 30 million so'ragan. O'zi qonga to'lgan deyman buni. Ha? Ko'rasizlar. Yosh qanday aka? Necha yoshda? 2 yoshdan oshgan. 2 yoshdan o'tdi. Bozor nech pul so'rayapti? 30 million deyapsiz siz endi. 22 so'rayapti. 21 million 22 million so'rayapti. 21 million 22 million so'm so'rayapti ekan. Yoshi 2 yoshdan o'tdi. Bo'layotgan narx nech pulda buni? Bo'layotgan narxi 20. Oxiri 23 24 lab bo'lsa berib borasiz. 24 bo'lsa berib boraman deyaptilar. Meni ko'raverasizlar. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul ekan ho'kiz? O'qamiz. Ha? 25 million so'm ekan. Meni azoblanishlar. O'qamiz. Bu narx nech? Bozor nech pul so'rayapti? Narx 23 million so'm so'radi. 23 million so'm so'rabdi. Yoshi 3 yosh. 3 yosh, ha? 3 yosh deyaptilar. Yoshini 23 million so'm so'rabdi bozor. Bo'layotgan narx nech pul? Oxiri sotaman deganlar. Ha? 24 million bo'lsa beraverasiz. 24 million bo'lsa beraver ekanlar. Ko'raverasizlar, mana azoblanishlar. Narx kimga to'g'ri kelsa, ma'qul bo'lsa ko'raverasiz. Qamashi mol bozor. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nech pul ekan aka? 22 million deyapsiz. 22 million so'm deyapsiz. Balasi bormi? Ho'kizmi bu nima edi? Ha? Bolasi yo'q. Balasi yo'q, g'unajimmi? Alumma tug'magan? Bitta tuqqan, sigir ekan-da o'zi. Bitta tuqqan ekan. 22 million so'm deyaptilar. YouTube'ga chiqaraveramiz. Xalq ko'rsin-da narxlarni. Qaysi ko'radi? Azbek Muminov. Muminov. Shunday yozsa chiqib keladi o'zi. Polni tomosha qilaverasiz. Qamashi, Qarshi, Chiroqchi degan joylar ham chiqaveradi. Mana 22 million so'm deyapti ekanlar. Bitta tuqqan ekan, balasi yo'q ekan. Balasi sotdingizmi? Yo'q. Balasini sotib yuboribdilar. Yo'q, bozor nech pul so'rayapti narxi? Bozori 15-16 so'rayapti. 15-16 million so'rayapti. 15-16 million so'rayapti ekan. Mana azoblanasiz.
Bo'layotgan narx nechi pulda? Oxiri sotaman dedim. Savdo bo'lyaptimi? Savdo kim qilyapti? Nechi pul so'rayapsiz-da? 12 bilan 500 so'rayapsiz. 12 bilan 12 bilan 500. 12 bilan 500 so'rayapti ekanlar. Narx to'g'ri kelmayapti, nima bermayaptilar? Kamroq deyapti. Kamroq sizmi egasiz? 17 bo'lsa ko'ring deyapti. 17 bo'lsa ko'ring deyapti. Mana kamroq deyapti ekanlar. Siz 12 bilan 500 so'radingiz-da. Akamiz 12 bilan 500 qilyapti ekan bozor ko'rasizlar. Egasilar tushgan u. Keng Shavkat aka bor. Kelishtirib bering. Kamroq. Kelishtirib bering. Xalq ko'rib turibdi sizda. Kelishtirib bering. Asl. Ayting Shavkat aka. Ittalab so'ragan narx lekin, ha? Kelishtirib bering. Kamroq. Azbek Mo'minov yozsangiz bilan. Bar qiyinmi deyman-da bu narxlar. Ko'raverasizlar mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul ekan aka? Egasi yo'qmi? Egasi yo'q ekan, ko'raverasizlar. Assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti? Ha? 16 million bo'lyapti. Balasi nima? Ho'kizcham. Balasi ho'kizcham. Balasi ho'kizcha ekan mana. 16 million so'm deyapti. Nechinchi tug'imda bu? 3-chi tug'ish ekan. Ko'raverasiz. Siz so'rayapsizmi aka? Nech pul so'rayapsiz? So'rayapsiz. 16 million. 16 million so'rayapsiz. O'zingiz nech pul deyapsiz? Tog'asiz. Bu yoq 20 deyap, bu yoq 16 million so'rayapti. Ha, siz 16 million so'rayapti ekan, mana akamiz o'zi 20 million so'm deyapti ekanlar. Men narx to'g'ri kelmayaptimi? Aka, narx to'g'ri kelmayapti 16 lar. Gapir. 16 lar to'g'ri kelmayapti ekan, kelishtirib berarlar, ko'raverasizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tog'a, nech pul ekan? Hozir bozor deyapti. 22 so'rayapti, 22. 22 so'rayapti. Ho'kizcham balasi? Yo'q, tanachi. Balasi xunojincha ekan. Qo'lni kesa oldingizmi deyman, ha? Ha. Et talabdan qon chiqaribsiz-da. Et talabdan qon chiqarib. Nechinchi tug'imda bu tog'a? Nechinchi tug'im balasi? 3-chi tug'im ekan. Balasi xunojincha. 22 million so'radimi bozor? Siz nech pul deyapsiz asldan? Yo'q, men 22. 22 deyapsiz. Bozor 20 so'rayapti, 200 ekan. Bozor 20 million so'm so'rayapti ekan. 200 ekan pastda 20 million so'm so'rayapti ekan. Balasi xunojincha. 3-chi tug'im. Necha litr sut beradi? Erta kechki 6 ta bor. 6 litrgacha sut berar ekan. Ko'raverasizlar. Bo'layotgan narx nechi pul o'zi sotadi? Bularga endi kim biladi, bozor endi. Bozor aniqlaydi. Qanday narxlar qanday? Yaxshi bo'ladi. Bo'ladi. O'rta normal. Baland emas. Sog' bo'ling, tog'a. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nech pul ekan aka? Ona bola 20 million. Ona bola 20 million. Balasi ho'kizcham? Xunojinmi? Balasi xunojincha ekan, mana buzoqcha. Bu onasi. Ko'raverasizlar. Nechinchi tug'imda bu? Nechinchi tug'ishi? 3-chi tug'im ekan. Mana 3-chi balasi. Xunojincha balachasi. Balachasi ham o'zi katta bo'lib qoldi. Bozor necha pul so'rayapti aka? Bozor 15 million so'm so'rayapti ekan. U narxlar to'g'ri kelmadi. 15 millionga bir nima qilsa berasiz-da. Qo'shdi beradi. 15 millionga bir nima qo'shsalar berib yuborar ekanlar, men ko'raverasiz. 15 millionga to'g'ri kelmadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nech pul ekan narx? 20 million. 20 million so'm ekan. Balasi bor? Ho'kizcham balasi. Balasi ho'kizcha ekan. 20 million so'm ekan sigirimiz narxi. Hozir nech pul so'rayapti? 18 qilyapti. Ha. Hozir 18 qilyapti ekan. Nechinchi tug'imda bu? Ikkinchi tug'im ekan.
hali yo'shagan ko'raverasizlar, mana azoblanishlar balasi. Yo'shagan 18 million so'm qilibdi. Buni bo'layotgan narxi nechi pul? 19 bo'lsa beraverasiz. 19 million bo'lsa beraveraman debdilar, men azoblan. Qamash Chimol bozorimiz. Bu nechi pul deyapsiz? Assalomu alaykum. 13 million so'm so'rabdi. Buni balasi bo'lsa telefondan gaplashamiz. Obzor degan joyda 13 million so'm so'rabdi. Sigirimizni ona bola balachasi. Ha, telefon qo'yasan degan. Balachasi urg'ochi. Bu nechi pul qilib berasiz? Kim biladi? Bozorda 7 tug'an sigir. 7 ta tuqqan. O'zi qari to'rtizga. Yana 5 ta Yana 5 ta tuqqanda rekordlar kiritib o'rmasangiz bo'ldi buni. Ko'p tuqqan sigir. 17 gacha tug'adi hali. 17 tacha. Sigir ham baqib o'taganda 17 tacha tug'adi deyoryaptilar. Men akamiz ko'raverasizlar. 7-tug'im. Men balachasi buzoqcha, hali 10-cha. 13 millionga bir nima qo'ysa beraveraman deyaptilar. Mana beraverasizmi yo'qmi? Siz o'tirasizmi? Bosib beramiz. Bosorasizmi? Ko'raverasizlar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechi pulga ona bola? Ona 22 million. 22 million. Balasi o'tisham. Balasi urg'ochi ekan. 22 million. Bozor nechi pul so'radi aka? 19 so'rabdi. Nechinchi tug'imda? Ikkinchi tug'im ekan. 19 million so'rabdi. Ko'raverasiz bazorlar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Nechi pul ekan? Ha? Ya assalomu alaykum. 11 milliondan deyapsiz, bunajon 11 million so'mdan deyapti. 9,5 million qilibdi men qorasini. Azbek Muminov. Kim? Azbek Muminov. Ko'raverasizlar, mana azoblanishlar. 9 milliondan qilibdi qorasini. Bu nechi pul qildi? 8,5 million. 8 million 500 qildi. 8 million 500. Bunisi 9 million so'm qilibdi. Necha oylikdi? Yosha to'lgan yo'q. Hali yosha to'lmagan, hali yosha to'lmagan aka, tishing chiqyapti. Ishlar ham ishlayapti. Hali to'lmagan, ko'raverasizlar. Buni oxir narxi bo'layotganlar. Oxiri 18lar bo'lsa beraveramiz. Bir joyga 9 milliondan bo'lsa beraveraman deyaptilar. 18lar bo'lsa o'z qarda. Uzoq qahmiz uxra. 4 soat. Bittaga ona bor. G'uzor ko'raverasiz. Sog' bo'ladi. Sog' bo'l. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechi pul ekan aka? 10 milliondan? 10 milliondan deyapti ekanlar mana. Buni ajincha. Ko'raverasizlar. Bozor nechi pul so'radi aka? Ha? Yo'q, siz tushirganmi? Sizdan endi so'rab tushirsam bo'ladi-da, so'rab tushirib bo'lmaydi. Bilasiz, qonun bizlar uchun. 8 million 600 dan so'rayapti bir joyga. Bir joyga 8 million 600 dan so'rabdi. Men bunaqa so'raganlar uchun, arzonidan deganlar uchun. Oxir narx nechi pul? Bo'layotgan, kelishtirilgan. 9 dan bo'lsa beraverasiz, to'g'rimi? Ko'ngil. beramiz. Buni nima kamigan bu? Kami ham beraver ekanlar, 9 dan kami ham bo'lsa beraver ekanlar, ko'raverasizlar. Ikkovi bir joyga 9 million 18 million so'm bo'ladi. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum. Buva yaxshimisiz? Nechi pul ekan narx? 7,5 milliondan ekan, mana 10-chalar ko'raverasizlar. Narxlari 7,5 milliondan deyapti. Bozor nechi pul so'rayapti buva? Bozor nechi pul so'radi? Bozor har xil Nechi pul? 6 million 600 dan so'rayapti. 6 million 600 million 700 dan so'rayapti ekan. Ko'raverasizlar, mana buvamiz. Bo'layotgan narxini aytavering. Siz so'rayapsizmi? 6 milliondan bir joyda bo'laman.
Bo'layotgan narx oxiri. Sotadigan narxingizni ayting qani? Bo'ldi. 67dan bir zaq ko'rdim. 6700 so'm olib ketaversan. 6700 so'm olib ketaveringlar deyaptilar. Mana buvamiz ko'raverasizlar. Ularninchalar so'raganlar uchun. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hech puldan bo'lyapti kichkintoy. Kerak emasmi? Kerak emas ekan, ko'raverasizlar. Shunday vaziyatlar ham turaveradi. Bo'ldi, endi Qamash pianirdan chiqaramiz azoblanishib, bizdan tomosha qilishda davom etaveringlar. Sog' bo'lasizlar.